Bu tomimiz rekasi tunikaga moslashgan. Bundan tashqari har xil tomlar xizmati bor. Oddiy обычный uylarda tomlari, stadionlar, angarlar, bundan katta. Eni 24 metrgacha bo'lgan masofani bez stoka yopib O'zbekiston bo'ylab har qanday erkirli yoki konvertli tomlarni ham mash material, xuddi mash materialdan yopib beramiz. O'zim hali yoshman, endi 24 ga kirdim. Hali посредний darajasiga chiqib yetib borganimiz yo'q. O'zimiz aka oddiy ustachilikdan chiqqanmiz, o'zimiz ustachilik qilib, o'zimiz qatirib, o'zimiz uyda ishlaymiz. Ish beruvchini o'zim qilaman aka, o'zim sivarchiman. Boshidan oxirigacha, xudo xolasa o'zimiz. Mana shu tonopkalarida ham hamma yo'q. Endi bizga pul hamma narsani halol yaxshi aka. Xizmatlarimizni ham masalan biz qilamiz. Bizdan keyin biz orqamizdan aka qandaydir yomon gap, masalan, bu yerni bunaqa qilib ketibdi, bu yerni bunaqa qilib ketibdi degan narsani biz ham xohlamaymiz. Qaytib yana ishi bo'lsa, bizga aloqaga chiqib chaqirishni xohlaymiz. Hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa biz Zarafshon daryosidanmiz. Zarafshon, ya'ni choyxonasidamiz. Hurmatli aka-ukalar, ko'rdim, ustakalarimizni ajoyib qilingan ishlardan birini xudo xolasa sizlarga ma'lumotini berib o'tamiz. Xudo xolasa bu 4-etaj, ya'ni choyxonamizning 4-etaji. Bu yerda ham xo'randalar, ya'ni mehmonlar kelib mazza qilib taomlanishi uchun yuqorilarni ideal holatda ustakalarimizga demak topshirgan. Ustakalarimiz ham xudo xolasa bugun tunkalarni yopishtirib, bugun yakuniy holatga keltiradi. Uzumurod akamizning o'zlari. Aka, assalomu alaykum. Kayfiyatingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Aka. Hormang endi aka. Salomat bo'ling, bor bo'ling aka. Qani xudo xolasa yakunlab qolibdi-a? Xudo xolasa obyektimiz qurib bitkazib, yakuniy holatiga yetib keldi. Tunika qatirish xizmatiga tayyor. Xudo xolasa bugun tunikalarni qatirsak, tomimizni topshiramiz. Qarang, bu necha kvadratdan iborat bo'ldi endi umumiy? Bu yerimiz aka 360 kvadrat hisobida. Eni 15 metr. Uzunasi 24 metr. 15 ga 24 metrga joylashtirilgan ekan. Demak, qanaqa material? Shu konteyner materiali, to'g'rimi? Ha, mahsulotimiz konteyner mahsuloti. Konteyner mahsulotini maydalab, profil holatiga keltirib, shunaqa tomlar yasab berish xizmati. Bizning xizmatimiz avvalo. Qarang, mana shu demak, mana shu joyda necha kunda yakunlab berdingiz? Bu joyimiz aka bir hafta vaqtimiz ketdi. Bir haftada mana shunday holatga keltirdingiz. Bir haftada shu holatiga keltirdik. Ishimiz xudo xolasa ancha sifatli, ham tez bitadi. Mahsulotlari hamma narsasi o'zimizdan, temir, elektrod, balerka toshi, ustasi, apparati hamma yo'q o'zimizda. Faqat pulini bersa bo'ldi. Yotishga joyini, pulini beradi bu. Aha, bo'ldi. Endi aka qarang, hozir bu oraliq masofasi nechidan qo'yilgan buni? Buni oraliq masofasi 1.30 dan qo'yilgan. Aha. Endi ish beruvchini orqasiga holatiga qarab turib, har xil holatda tashlab beraveramiz. Lombos qilaman desa, orasini 1 metr, 1 metrdan 1.20 gacha. Agar yo'q, kengroq qilib menga narxiga qarab, avvalo narxi ma'qul kelsa, har qanday holatda ish beruvchini talabiga qarab tomlar qurib bitkazamiz. Demak, shu rekalari обычный holatda berilaveradi. Rekasi bu tomimiz rekasi tunikaga moslashgan. Tunika qatirishiga 70-65 santimetrdan orasi qilib tortilgan rekalarimiz. Endi shifr qatiramasa, shifrga mo'ljallab qatirib beramiz. Cherepistasi, cherepisiga mo'ljallab qatirib yopib beramiz. Mana hozir bu zdaniyamizni o'zi qisqa vaqtda yakunlab tashlayapsiz. Ustunlari ham mana shu konteyner mahsulotlaridan bo'ldi. Ha, hamma yo'g'i konteyner mahsulotidan, xudo xolasa. Mana hurmatli aka-ukalar, konteyner mahsulotini bilasizlar. Mana suvga tashlasa ham, mana kiyimlarda ham bu yoqqa olib keladi. Hech narsa qilmaydi. O'zlaringiz juda ham yaxshi bilishasizlar. Mana hurmatli aka-ukalar, o'zi demak qarang, bu bunaqasiga qo'yilganlari demak orasi juda ham nima edi, bu baqotroq ekan-da. Ha, buni baqotroq qilganimiz sababi eni 15 metr firmamiz. Ha? Firmamizga eni 15 metr bo'lgani hisobiga shunaqa baqotroq bo'lingan. Bu fasonimiz ekskatni tom A firma qilib yopilgan, shot firma, shot fasonda yasalgan bu aka. Endi har xil bundan tashqari har xil tomlar xizmati bor. Oddiy обычный uylarda tomlari, stadionlar, angarlar, bundan katta
Eni 24 metrgacha bo'lgan masofani bez stoka yopib beramiz. Bemalol aka. Bemalol, xudo xolasa bemalol 5 santimetrgacha lombasida ko'taradigan ahvolda qilib bez stoka yopib beramiz. Endi eng abishli narximiz 150 ming so'mdan boshlanadi tomimizni. Boshlang'ich narxi. Boshlang'ich narxi 150 ming so'mdan kvadrati boshlanadi. Qolgan narsani ish beruvchini fikrlariga kengashib turib, narxlarimiz ko'tarilib ketaveradi. 250 ming, 280 minggacha ketadi. Buning ichiga aka kraskalash xizmatimiz ham bor. Kraskalab, bir xilda qilib, chiroyli qilib yopib beramiz. Tunikani qatirib berish, shifer, tunika, cherepitsani qatirib berish xizmati ham bor. Bular endi bonusga, xudo xolasa narxini kelishadigan bo'lsak, shu holatida qilib qurib bitkazib beramiz. Demak, joyni holatiga qarab, avvalo joyni holatiga qarab. Joyni holatiga qarab, ana undan keyin uyni xohishiga, uyigani, xazekani xohishiga qarab. Xohishiga qarab. Demak, mashaqqatli yoki yengilroq joyga qarab ishni qilaverasiz. Endi hozir qarang, 4-etajga chiqarishni o'zi demak mashaqqatli deb o'ylayman-da. Ha, bu oson bo'lmadi, to'g'risi. Hamma narsani o'ziga yarasha qiyinchiligi bor bu ishlarda ham. Endi bu tomni tayyorlab, yerda tayyorlab olamiz bu firmalarda. Firmamiz katta hisobli, orasi kattaligi uchun kran yordamida ko'tarib o'rnatamiz. Kran yordamida? Kran yordamida. Qarang, bu hozir kraska ishlari ham qilib beramiz deyapsiz. Xohlagandek kraskani endi qarang, o'zingizning stadiyangizdan bo'ladimi? Uyda hamma narsasi o'zimizning. Uyda hech nimaga og'riga. Tunikasini olib beradi. Tunika agar tunika qatiramasa tunikasini olib beradi. Usta haqi tekinga o'zimiz qotirib beramiz. Bonusiga-da. Bonusiga. Kraskasini o'zimiz kelishilgan narxda kraska sepib bersa, kraskasini o'zimiz sepib, chiroyli qilib bitkazib topshiramiz. Xudo xolasa, hurmatli aziz vatandoshlar, ko'rib turibsizki, juda ham ideal, juda ham chiroyli holatga keltiribdi. Mana bugun endi xudo xolasa yakuniy kun. Xudo xolasa bugun tomini yopib beramiz, tunikalab bo'ldi, boshqa ish yo'q. Ha, tunikalab beramiz. Xudo xolasa. Mana hurmatli akalar. Mana shopillariga ham qarang, juda bir mustahkam qilingan. Yana baquvvatligi ham zo'r ekan. Xudo xolasa, hurmatli akalar. O'zi mana balanddaman, to'g'risi mana shu yonida turib, o'zi qo'rquv bo'lyapti-da. Tamom, mana zarafsha o'zi, daryosdamiz. Qarang, mana Samarqandda necha yildan buyoqqa ishlayapsiz? Bu ishda yo'lga qo'yganimizga bizniki bitta Samarqand emas, butun O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyat, Qoraqalpog'iston Respublikasi. Hamma joyda narxlar bir xilda. Joyga qarab o'zgarmaydi, viloyatga qarab o'zgarmaydi. O'zimiz vodiyli ustalarimiz aka. Samarqandda 6 yildan beri ish yuritamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab, avvalo ko'proq ishimiz Samarqandda. Bemalol har bitta viloyatda agar ishini ko'raman desa, o'zimiz qilgan ishlarimizni ko'rsatib. Stajga necha yil bo'ldi aka? Stajga aka 10 yil bo'ldi. Men svarchi bo'lib yetishganimizga, endi esimizni taniganimizdan beri svarchiga shogird tushib boshqa qilib ishlab o'rganganmiz. Bu ish bilan shug'ullanayotganimizga 6 yil bo'ldi, xudo xolasa. Hurmatli aka, mana shu ishni bitta ko'rib, o'zi men o'ylayman, umuman ustaga ishonmayman degan aka-ukalarimiz o'shani qo'yaveradi. Sababi ishga umuman gap yo'q, hammasi ideal darajada. Mana ko'rib turibsizlar. Endi uyda egasi kimdir dangal bo'lishi mumkin, kimdir endi shu pul beryapman, talab qilaman deb injiqroq bo'lishi mumkin-da. Endi shu xohishga yarasha mana xudo xolasa eng injiq akalarimiz ham kelaversin, mana ishni ko'raversin, xudo xolasa bemalol taklif qilaversin. Qarang, endi qarang, hozir mana ishni kelishdingiz, uyga bordingiz. Zalog qanday bo'ladi? Zalog endi hamma ishdagi zaklad, ishni dogovor qilamiz, kelishamiz. Bizning narximiz uydagicha ma'qul kelgan holatida zaklad beradi. Material ustalarni olib kelib tushiramiz. Kelishilgan narxni biz yaxshi dogovor qilyapti, kelishamiz u narxni. Kelishilgan narxni 50%, 60% pulini olamiz. Usta bilan material tushgandan keyin, ish boshlangandan keyin. Ish boshlanish. Ustalar kelgandan, ish boshlangandan 50%, 60% pulini olamiz. Qolgan narsani ish yakunida oxirini hisob-kitob qilib kelishilgan narximizni olamiz. Gap yo'q. Hurmatli aka-ukalar, mana xudo xolasa umuman qo'rqish shart emas. Zakolat endi boshida necha pul bersa, baraka uchun bosilib qo'yaveradi. Ana undan keyin material usta akalarimiz shunday kelgandan so'ng, Alloh nasib qilsa, keyin bu yog'i ishni qilaverasiz. Xudo xolasa. Mana hurmatli aka-ukalar, kimga shunaqangi
ish kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaveramiz. Qisqa vaqtda yakunlabdi, gap yo'q. Mana 4-etajga faqat kran yordamida firmalarni tayyorlab olgan, chiqarib bergan. Xudo xolasa qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar bemalolga qilaveramiz. Endi aka bizning xizmatlarimiz xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab har qanday tom holat mahsuloti, har xil figurali tomlar, erkirli yoki konvertli tomlarni ham xuddi materialdan yopib beramiz. Undan tashqari angar, stadion, mini stadionlar tomlari yopiq arena qilib yopamiz aka. Katta-katta molxonalar, naveslar. Undan tashqari teplitsa qurish xizmatimiz ham bor aka. Uyda egasining xohishiga qarab, xohlasin konteyner mahsuloti, xohlasin profildan kelishtirilgan holatda har qanday temir mahsulotidan qurib bitkazib beramiz. Shu o'rinda savolda endi qarang. Hozir ko'pchilik uyga mana shu yaxshi niyatda mana kirish yopadi. Ko'pchilik hozir pasridniy bo'lib ketgan, pul olishda jam mojaro bo'lyapti-da ishda yakunda. To'g'ri. Sizda qanday bo'ladi? Bizda aka o'zim hali yoshman, endi 24 ga kirdim. Hali pasredniy darajasiga chiqib yetib borganimiz yo'q. O'zimiz aka oddiy ustachilikdan chiqqanmiz, o'zimiz ustachilik qilib, o'zimiz qatirib, o'zimiz uyda ishlaymiz. Ish beruvchini o'zim qilaman aka, o'zim sivarchiyman. Yonimizda sheriklarimiz bor, 2-3 ta brigadamiz bor. Ishlarimiz ko'p, xudo xolasa. Endi vaqtimiz yetgan, u 2-3 ta agar obyekt birdaniga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, 2-3 ta brigada bo'lib, bo'linib ishlaymiz. Lekin o'zim ham ishlayman. Ish topshirish jarayonlarida hammasida o'zim turaman aka. Boshidan oxirigacha. Boshidan oxirigacha xudo xolasa o'zimiz. Mana shunday uстановkalarida ham hamma yo'qda. Qarang, mana xudo xolasa xazay chaqirdingiz, mana tugatdingiz, ha. Uyni egasi mana saglasin, bo'ldi, tomni yopinglar dedi. Demak, siz tomni yopishga tunikani qotirishga bugun tayyorgarlik ko'ryapsiz. Xudo xolasa tunikalarimiz ham tayyor, kelgan. Shu tunikalarning sliflarini qatirib, aka tunikalarini olib qatirib bersak bo'ldi. Uy egasida bitta duoni olasiz, u yog'i baraka Allohdan, ha. Xudo xolasa. Hurmatli aka-ukalar, hozir kunni bilasizlar, ko'pchilik aka-ukalarimiz tunikani yopgandan keyin yoki mana shunaqangi holatda mojarolar bo'lib qolishyapti. Nimaga deganda kasyagini ko'p izlab qolyapti. Hurmatli aka-ukalar, ustani o'zi bilan kelishib, mana ko'rdilaringiz, ustakamizni tanib olingizlar. Mana shu ustakamizni o'zlari ishni qilaman desa, mana bosib qildirursangiz bo'laveradi. Endi palon pulga mana shunaqangi chetdan usta chaqirib, uyni chiroyli holatga keltiraman degan vaqti pulini beramiz-da, endi qarang, ha. Faqat usta norozi bo'ldi degan gap emas-da. Uyni egasini ham rozi qilib chiqish kerak-da, to'g'rimi? Avvalambor aka, hamma joyda ham ish beruvchini endi bizga pul hamma narsani halol yaxshi aka. Xizmatlarimizni ham masalan biz qilamiz. Bizdan keyin biz orqamizdan aka qandaydir yomon gap, masalan, bu yertini bunaqa qilib ketibdi, bu yertini bunaqa qilib ketibdi degan narsani biz ham xohlamaymiz. Qaytib yana ishi bo'lsa, bizga aloqaga chiqib chaqirishni xohlaymiz aka. Aslida bizga baraka topiladi. Bergan, topgan pulimiz aslida barakasi kiradi. Xudo xolasa birinchi o'rindagi uyda egasini, ish beruvchini talablariga. Masalan, bu yerting bunday bo'lib qoldi, buni bunday qilib ber desa, shu aytganidek qilib, ko'nglidagidek qilib yopib beramiz. Qancha material ketadimi, qancha rasxod ketadimi, kelishilgan narxda. Boshida kelishilindimi, shu narsani uyda egasini oxirigacha talabiga qarab tomni yopib beramiz. Mana hurmatli aka-ukalar, kelishuvni boshida mahkam qilish kerak ekan-da. Boshida mahkam qilib dogovorda. Shu dogovorda. Usta aka, men siz bilan dogovorlashdim. Uni buni bilmayman, siz o'zingiz qilib berasiz. Shogirdlaringiz bilan degan maqsadda kelaversin, ha aka. Xolasa aka, ishda boshida dogovor qilayotganimizda, xolasa yozma ravishda, xolasa video syomka bilan kelishilgan narxda bizda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Biz ham aka hamma narsasini boshida kelishib turib, tushuntirib, shu narsani oxirida topshiramiz. Uyda egasi, ish beruvchi ham shu narsani o'zi uchun bilib olsa, agar masalan boshida shunaqa narsaga kelishganmiz, oxirida shu narsalarni talab qilib olsa, biz shu holatda topshiramiz ishni. Mana shu fason, tanlangan fasonda qilib beramiz. Tanlangan, xohlagan hammasi ideal darajada kelishuv ham zo'r bo'lagan. Gap yo'q ekan. Hurmatli aka-ukalar, bu yerda hech qanaqangi uyda egasi ham allanib qolmaydi, usta ham allanib qolmaydi. Video syomka bor, kelishuv xohlasa yozma ravishda bo'ladi. Xohlasa yozma ravishda. Gap yo'q. Hurmatli aka-ukalar, ekranda raqamlarga bemalol aloqa chiqaramiz. Mana shunaqangi ideal darajada chiroyli ishlaringiz yakunlanishini xohlasalaringiz, akalarimizga xudo xolasa bog'lanib qo'yaverasizlar. Mana shuni ko'rib, xudo xolasa bemalol nasib bo'lsa ish beraversalaringiz bo'laveradi. Usta aka, ishingizga Alloh baraka bersin. Charchamang, omon bo'ling.